Assalomu alaykum. Baliq ishqibozlari. Yomg'ir ham yog'ib qoldi. Bugun yaxshi bo'ldi. Allohning marhamati. Yomg'ir yog'ib qoldi bugun. Ko'pchilik so'rashyapti ekan, qanaqa qilib hovuz qilaylik, nechiga necha bo'lishi kerak, qanaqa hovuzlar razmeriga qancha baliq tashsak bo'ladi degan ko'pchilik telefon qilib so'rayapti. Biz hovuzimiz 1 sotixlik hovuz, 8 ga 12. Kimdir shunaqa hovuz qilib baliq boqaman desa, ilon baliq boqaman desa, ya'ni maksimal 1000 tagacha boqsa bo'ladi. Lekin birinchi boqishi bo'lsa, ularga kamroq boqinglar deb tavsiya qilamiz. 500 ta, 800 ta qurib yetgancha. Tor joyga ko'p baliq tashlab bo'lmaydi. Chunki qisilib qolishi mumkin, patiraq qo'yishi mumkin, suv bo'lmay qolishi mumkin, suv ketib qolishi mumkin, kilyonka teshilib. Shuning uchun kamroq tashlab boqqan ma'qul. Hovuzlarni hozirdan boshlash kerak. Qancha ertaroq kovlab, tayyorlab suv solib qo'yadigan bo'lsak, bahorda sotuvga chiqib qoladi baliq. Shoshib qolmaslik uchun. Ham suv ilib turadi, ko'chirishga oson bo'ladi. Siz artizandan, ariqdan suv tashlayotgan bo'lsangiz, sirasi baliq tashlaversangiz, baliq o'lib qolishi mumkin. Suvda harorati sovuq bo'ladi, oqayotgan suvda ham, yer tagidan chiqayotgan suvda ham. Shunga biz ham yangi hovuzlar yonidan boshlaganmiz. Bu 2 metrga 5 metrlik hovuzimiz. Oldin ham bor edi, endi buni kattartirib boshqacha fason qildik. O'rtasi chuqurroq. Bu yerga lichinka tashlaymiz. Taxminan 5000 ta lichinka tashlaymiz. 5 sant, 10 sant buncha boqiladi, keyin sotuvga chiqadi. Ili kattaroq joyga ko'chiramiz. Bu narxda yana bitta bor, uni ham kengaytiramiz. Bu ham 5 ga 2 bo'ladi. Kim baliqqa qiziqib turgan bo'lsa, shu ertaroq joylarni tayyorlab, hozir ko'pchilik bekor bo'lishi mumkin qish kuni. Bahorda shoshib qoladi. Ish ko'payib qoladi. Shunaqa qilib ertaroq boshlagan ma'qul. Kimni matchniga qiziqib turgan bo'lsa, agar matchni boqaman deb shunaqa 1 sotixlik hovuz qilib, masalan 30 dona matchni tashlayotgan bo'lsa, buni hisob kitobini qilib beramiz. 15 tasi erkak bo'lsa, 15 tasi ayoli bo'ladigan bo'lsa, shundan 15 tasi tug'adigan baliq. Buni tug'adigan baliqdan 2 ga bo'lamiz. 7 dona deb 7 donasi urib qo'ysa, 7 donasi ham 5000 tadan orol berganda
qancha bo'ladi? 35 mingta. 35 mingta lichinka beradi kamida. Buni ham 35 mingtani ikkiga bo'lamiz. O'zini o'zi yeydi, bateriya bo'ladi. Shuning o'ziga biz yarmini toza hosilda bo'lsak, 12,5 mingta bo'ladi. Boring 12 ming dona ham deng. 12 ming dona baliqni mana shu bir sutli joydan oladigan bo'lsangiz 5 santa, 6 santa, 10 santadan qilib yetishgandan keyin 1 oy, 1,5 oyda shunaqa razmerga keladi. 5 mingdan sotib ham normal foyda qilgan bo'lasiz. Qolgan baliqlar o'zingizga qoladi. Shunda ham 10 mingta sotgan taqdirda ham 50 million bo'ladi. Bu zo'r natija. Agar ipli olgan odamga, ipli olmagan, ilmiga unchalik tushunmaydigan odamga lichinka boqing, bo'rdoqchilikka deb tavsiya qilamiz. Bir sutlik hovuzga 500 ta, 800 ta tashlab boqsa ham bo'ladi. Agar 2 yil boqadigan bo'lsa 3 kilogacha, 4 kilogacha ketadi. Shunda ham 2 tonna, o'rtacha 2 tonna ilon baliq oladigan bo'lsa bir sutlikdan 50 mingdan sotganda ham 100 million bo'ladi. 30 millionni rasxodiga chiqarib ham 70 million daromad qilgan bo'ladi. Xudo xohlasa. Bizda shunaqa gaplar. Endi Xudo xohlasa bahordan baliq ko'chirish, sotuvni boshlaymiz. Shunga tayyorgarlik ko'ryapsiz biz endi. Bizni kanalimizda kuzatib turganlar obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'ysin. Undan keyin yangi videolar olishni boshlaymiz. Ko'proq informatsiya beramiz. O'zimda shaxsiy nomerimda Telegramim bor. Savollarni o'sha Telegramga yozib qo'yingizlar. Albatta javobini yozib o'raman. Shunaqa deb hammaga rahmat. Kuzatganlarga, bizni kuzatib borayotgan obunachilarimizga qo'llab-quvvatlagan uchun hammasiga katta rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.